Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va bizni videolarimizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan aziz do'stlar, barchalaringga alangalik salom. Do'stlar, mana bugun 2025-yil 26-aprel sanasida turibmiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamoashu shaharchasini shu Shirdor savdo majmuasini yoni bu. Qarshimizdagi bino Shirdor yoshlar o'yingohi. Mana bunisi narigi ishonchda yozilgan. U har xil magazinlar bor. Osti birinchi etajda kredit magazinlari, ikkinchi etajda kompyuter texnikalari va uchinchi etajda o'quv markazlari ochilgan. Taksi xizmatlari ham o'sha yerdan, mana ko'rib turganlaringdek. Bu taraf esa Mingbuloq tumanimizda markazidagi madaniyat markazi bu. Madaniyat markazi, aql konsertlarimiz, boshqalarimiz shu yerda bo'lib o'tadigan joy bu. Ko'rib turganlaringdek, juda chiroyli joylar do'stlar.